Tomoshabinlar, siz kuzatib borayotgan Zo'r telekanali ertalabdan salom dasturi O'rta Osiyodagi eng quvnoq kanal, yagona quvnoq kanal Zo'r telekanali bilan bizda har xil oshpazlar tashrif buyuradi. Bugun juda uzoq kutilgan oshpazlar tashrif buyurdi. Bosim bobo degan choyxonani eshitgansizlar, ijtimoiy tarmoqda juda ham ommalashib ketdi, rus tilida aytganda populyarniy bo'lib ketdi. O'sha insonlar tashrif buyurgan, chunki men o'zi tagim ham kelib chiqishim Zomindan, Chillamozordan. Avlodlar bizni kuzatayotgan bo'lishlari kerak, aniq. Assalomu alaykum Alisher aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Charchamas, kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r. Bugun necha kilolik somsa qilamiz? Bugun bir 10 kilolik qilamiz. 10 kilolik qilamiz. Alisher aka, ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan videolarni ko'rganmiz, bilamiz, hammamiz eshitganmiz. Rostdan 2 kiloni esa $100 berasizmi? Ha, biz yana safarga ham jo'natamiz. $100 beramiz. Yana Dubayga, Saudiyaga jo'natamiz umraga. Voy, bunaqa oshxona Dubay, Saudiya Arabistoniga sayohat. Menimcha buni men bugun yutib olaman $100 da, keyin ertalab zavtrga ketaman. Vaqtga qarab yeysiz-da, 15 daqiqada yeb bo'lsangiz. 15 daqiqada. Voy. Alisher aka, bugun nima bu tayyorlab berasizlar bugun? Men birinchisi somsa bilaman. Keyin ikkinchisi tojikcha qurtoba tayyorlab beramiz. Tojikcha qurtoba. Bosim bobo choyxonasida somsa eng pikka chiqqan, eng yuqori narsaga chiqqan somsa bu. Lekin boshqa ovqatlar ham bor. Men o'zim tashrif buyurmaganman, endi xudo xolasa boraman. Bizda endi ichki turizm, tashqi turizm rivojlangan. Aha. Ko'p keladi, chunki O'rta Osiyoda yagona bo'lib turibdi hozircha. Shuning uchun o'zi har bir millat taomlari bor. Mana tojikcha qurtoba, besh barmoq, shu o'zimizda qo'shni davlatlarda milliy taomlari ham bor hammasi. Daydi shamollarni xabar berishicha, o'sha katta mana bunday o'zim ko'rganman. Somsalarga 650 kilolik buqalar so'yganlaringiz rostmi? To'g'risini ayting, xalq ko'rib turibdi. Albatta, har kuni 4 ta 5 ta buqa so'yiladi. Wow! Rostdan. Mehmonlar ketib uzilmaydi. Shunday. Ko'pda. Bu choyxonaning nomi boboyingiz nomiga berilganmi? Men qiziqib endi bormaganman. Otamning nomiga, endi biz ota deymiz-da. Ha, ota. Otam nomiga berilgan Bosim bobo. Demak, sizlarga omad tilaymiz. Teletomoshabinlarimiz aniq hozir kuzatib turibdi. Ularga ham juda qiziq. Bugun necha kilolik somsalar? Bu buqa go'shti. Ha. Bunisi dumba yog'. Dumba, qo'shqor dumbasi, ichiga qo'shiladi-da. Bu zararli emas. Boya aytib o'tdik, ertalab takror aytyapmiz. Dumba yog'i hech qachon zarar qilmaydi. O'sha uchun ko'proq iste'mol qilishga, ayniqsa oshni jizzasini iste'mol qilgan insonda shu o't qopida tosh bo'lmaydi deydi. Keyin organizmda ham bakteriyalar juda pastga qarab tushib ketadi deydi. Yomon bakteriyalar bor-ku. Albatta, endi ko'p joyda somsa yesangiz, molni nimasi, yog'i qo'shiladi. Charilar qo'shilgan bilan, to'g'ri. U zahar, uni yemash kerak. Chunki uni yeb turib ustidan bir kola ichsangiz, qotadi borgan joyida. O'shandan keyin trombiy qiladi-da. Albatta, bizda unaqa emas, qo'ydi dumbasi solinadi. Shuning uchun biz somsa ajrab turadi. Go'shtlari ham qora kessak, qop-qora go'sht. Demak, biz tayyorlanish jarayonini ora-orada tasvirchilarimiz berib boradi. Hozir bizda raqs bor, raqs guruhi Alisher aka. Raqs tomoshani mazza qilasiz. O'rtada akalar, somsani tayyorlaysizlar. O'zim yeyman $100 bilan Dubayga sayohatni o'zim yutib olmoqchiman. Bir o'zim ketaman. Marhamat raqs. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Azizlar, biz kutgandan keldi. Sekingina ko'tara olaman. Ehtiyot bo'ling. Dahshat. Tayyor bo'ldi. Alisher aka, Sardor aka, somsalar tayyor bo'ldi, qurtoba tayyor bo'ldi. Bu necha kilolik? Men bu sekin buni 2 kilolik. Qancha? 2 kilolik. Bunisi ham 2 kilolik. 2 kilolik. Bitta kichkinasidan sizga yopdik endi. Kichkinasi menga yopilgan ekan, qoyil. Dahshat. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rib turibsizlar, Bosim bobo choyxonasiga kelgan Alisher akam, Sardor akam bichni deydi ruschasiga aytganda. Somsalar tayyor bo'ldi. 2 kilolik bu. Ha, 2 kilolik, ikkilasi. Qarang. Go'sht 2 kilomi yo'qsa, hammasi. Общий. Hammasi 2 kilo, men yopib qo'y. Hammasi 2 kilo. Buni pishirishga qancha vaqt ketdi? Bu
4 soatda zo'r bo'lib pishadi-da. Zo'r. Betga yarim tayyor holatda olib kelingan, hurmatli teletomoshabinlar. Biz sizlarni aldamayapmiz. Yarim tayyor holatda olib kelib, qolganini bu yoqda ulgurganimizcha pishirdik. Chunki vaqtimiz juda ham kam. 2 soat 25 minutga mo'ljallangan vaqtda bizning vaqt. O'shancha. Rahmat sizlarga akalar. Rahmat. Omad tilaymiz. Bundan-da yuqori natijalarga erishinglar. Men o'zim borib o'sha yerda yeyman. $100 somsam. Bo'ladimi Alisher aka? Hozir shu yerda ham ko'rasiz, ta'min. Shu yerda hozir ko'ramiz. Hozir bizda raqs gruppamiz bor. Sizlarga rahmat. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Shu xo'randalar deydi-yu. Atrofda yig'ilib kelsin kafening atrofida, deb baqir-chaqir bo'lib qolsin jo'molda. Kutib qolamiz Bosimboda. Bosimboda hamma zo'r to'yni mehmon qilishadi Alisher akam. Hozir raqs. O'sha raqs paytida men sekin taomni iste'mol qilib ko'raman. Somsani ayniqsa. Marhamat. Ustida, o'tlar ustida, o't ustida, o'tlar ustida, ko'z yoshlaring daryo bo'ldi ey, ish qasdidan, hijron qasdidan, bardoshlaring ado bo'ldi ey, bardoshlaring ado bo'ldi ey. Suv ustida, suvlar ustida, yurakning sirlaydi ey. Suv ustida, suvlar ustida, yurakning sirlaydi ey, sirlaydi ey. Toshlar ustida, tosh ustida, toshlar ustida, ko'ngling yurur, oy kabi ma'yus. Ish faslida, hijron faslida, yig'la bahor, uning ismi kuz. Yig'la bahor, uning ismi kuz. Suv ustida, suvlar ustida, yurakning sirlaydi ey. Suv ustida, suvlar ustida, yurakning sirlaydi ey, sirlaydi ey.